O suv keldi. O'zini yuvadi mana qaytganda. Atotda mana shunday o'rnatima. Masinning nososlarga, suv nososga ham hammasiga mana shunday o'rnatsalar, mana bu aynalganda atot bilinmaydi mana. Mana shu ham 150 turbada, bu 150, mana atot ilganja ham 150. Hech qanaqa kichkinayib qolmagan, 130 ya 140 bo'lib qolmagan. Nososda o'rnatishda hech qachon balchiqqa tiqib qo'ymang. Tagiga bochog'imi, seminmi nimadir qo'ying. Tagida nososda yatib bo'ladi, aynalib turishi kerak. Hozir o'rnatamiz, chiqishini ko'ramiz. Tashlab oldik. O'rniga qo'yib tikka qilib o'rnatdim asosda. Hozir men daryoda suv past. Eng pastiga shunday kulonni yotqizib ketdi. Qani katta qo'l ko'taring. Konturlar shepda. Ha, men video qilyapsanmi? Yaxshi. La bo'shitib beraman-da. Yettigaligida turibdi, nima deydi? Motoristlar eng kattasi shah bo'ladi. Bana o'shada katta turib o'tgan gaz. Ana sheyda mahal. Uyamza. Ularda gap meni ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. O'g'lay bu. Terib qo'yamiz. Yo'q, endi. O'ng. Teskari ekan. O, suv keldi. Dahshat suv. Mana menga olam. Xursand. Suv tushdi mana. 30 kilovat nososda. Qani endi mana ko'ramiz seni 14 amper ishlayapti. 14 amper. 7 kilovat rasot. O'zini yuvadi mana qaytganda. Mana cho'tki.